Voy, o'zidan o'zicha aristokrat yasab olgan chulchut qovoq kallalar o'zbek tiliga rus tili so'zlarini aralashtirib gapirishni bas qiling. Ijtimoiy tarmoqqa qaraysizmi, ko'chaga qaraysizmi? Voy mam, voy pap, я не могу, кстати, полный уже. O'zbek, ota bobosi o'zbek, qo'y boqib katta bo'lgan, lekin o'zicha u shaharga keldi, u miyasida shunaqa bir chulchut fikr, men ruscha aralashtirib ruscha gapirsam, men madaniyroq ko'rinaman, men boshqacharoq ko'rinaman. O'zbek tilini hurmat qilish bu nomus masalasi. O'z tilingni hurmat qilmasang, o'z ona tilingni hurmat qilmasang, kimsan sen? Ana orqasi bilan oldini shirib yurgan fohishalarga farqi yo'q. Bu gaplarni ta'siri yo'q. Ular o'zini sotib yuribdi. Millat tilini, millatni bittada sotadi. Ularga gapirmaymiz. Lekin sal madaniyati bor san'atkorlar, madaniyat xodimlari, blogerlar, aktyorlar iltimos o'zbek tiliga rus tilini aralashtirmasdan gapiring. Yana qayta aytaman, bu or masalasi, bu nomus masalasi. Qattiq gapirmasak bo'lmayapti. Shu sohaga mutasaddilar nimadir qilyapti deb o'ylamayapman shu kunlarda. Hech qanday bir o'zbek tilini hurmati masalasida bir oldinga siljish bo'lmayapti. Faqat og'zimizda ko'pirtirib gapiramiz, boshqa hech qanday bir natija yo'q. Bu videoni albatta o'sha og'zidan kistaki pap mam даже уже tushmaydigan, rus tilini bilmasa-da 8 ta so'zni yodlab olib aralashtirib yuradigan orsizlarga, nomussizlarga jo'natib qo'ying. Sal xulosa qilishsin. Nomus masalasi bu.